Andijonda bitta manzilda yashagan ayol meni uyimga dod deb yig'lab keldi. Men hayron bo'ldim. Nimaga yig'layapsiz? Keyin ular aytdilarki, turmush o'rtog'i olamdan o'tib ketgan voqli, bir o'g'il bir qiz bilan qolgan, o'g'lini voyaga yetkazgan, taqdir taqozosi bilan o'g'li Toshkentda Qo'yliq bozorida mayda olib sotarlik ishlari bilan shug'ullangan va shu Qo'yliqdagi ko'p qavatli uylarning birida ijarada turgan. Va bola o'sha yerda ona bilan bolani o'ldirganlik, qasddan o'ldirganlik holati bo'yicha unga o'lim jazosi tayinlangan. Ya'ni eski tahrirdagi jinoyat kodeksi bo'yicha hozir endi bu olib tashaldi, umrbod ozodlikdan mahrum qilish jazosiga almashtirildi, lekin eski tahrirdagi jinoyat kodeksi bo'yicha o'lim jazosi bor edi. Bola o'lim jazosiga mahkum qilingan. Ya'ni o'lim jazosi tayinlangan. Meni birinchi shu olib borgan ishim mana shundan boshlangan. Advokatura to'g'risidagi qonun va advokatlarning kasb etikasidan kelib chiqib turib, onaga tushuntirdim. Men qo'limdan kelgan yordamni beraman. Huquqiy yordam ko'rsataman. Lekin men sizga hech qanaqangi kafolat ham, va'da ham bera olmayman. Buning uchun oldin ish materiallarini o'rganib chiqishim kerak, o'g'lingiz bilan suhbatlashishim kerak. Bu jinoyat qanday sodir bo'ldi, qanday holatda bo'ldi? Buni men o'rganib chiqqandan keyin yuridik nuqtai nazardan sizga nima qilishim mumkinligini tushuntiraman. Lekin men sizga hech qanday va'da bera olmayman. Mendan xafa bo'lmang. Ayol tushundi, to'g'ri qabul qildi. Keyin o'lim jazosi faqatgina bu yuqori instansiyalarda sudlar tomonidan ko'rilib jazo beriladigan ish bo'lgan. Ish Oliy sudda bo'lgan. Oliy sudga bordim. Hukm chiqib bo'lgan, o'limga mahkum qilingan. Jinoyat ish hujjatlari bilan tanishdim va kassatsiya, u payt instansiya, apellyatsiya instansiyasi yo'q edi. Kassatsiya instansiyasida nima qildim? Shikoyat yozdim kassatsiya tartibida. Demak, o'limga mahkum qilingan, o'lim jazosi tayinlangan bola. Jinoyat ish hujjatlari bilan tanishdim. Undan so'ng saqlanayotgan muassasaga bordim, yigit bilan men suhbatlashdim. Jinoyat ishi hujjatlaridan ko'rinishicha, yigit shu ko'p qavatli uylarni bir xonasida ona bola yashaydigan xonadonda ijarada turgan. Va Qo'yliqda shu mayda olib sotar ishlari bilan tadbirkorlik deymizmi, shu ishlar bilan shug'ullangan. Va ro'za payti bo'lganda biz mana urf-odatimizdan, milliy aqidalarimizdan kelib chiqib turib, hayit bo'ladi, ro'za hayiti. Shu ro'za hayitida bola uyga ketmoqchi bo'lgan. Ketmoqchi bo'lganda shu jinoyat ish hujjatlaridan shu narsani bir hidi kelib turibdiki, o'sha xonadondagi qiz voyaga yetgan bo'lgan va bu yigitga nima desam bo'ladi? Qandaydir ko'ngli tushgan, bee'tibor bo'lmagan. Yigitni yoqtirib qolgan. Keyin ro'za paytida men borishim kerak, ro'za hayiti, borib onamni yo'qlashim kerak deganda, ketmaysan degan. Endi rus millatiga mansub qiz bo'lgan, ya'ni я тебя не пускаю degan. Deganda keyin yo'q, sen to'g'ri tushungin, bu hayit, bayram, bormasam bo'lmaydi degan. Я тебя не пускаю, ruxsat bermayman, ketkazmayman deganda chiqish eshigini tagiga qiz turib olgan. Ona bu paytda pastga 7-qavatdan 9 qavatli bino bo'lsa, 7-qavatdan 1-qavatga sut olish uchun tushib ketgan. Keyin qizni shundoq nima qilganda, olganda qo'lidan yo'limni to'sma, qoch, men ketaman degan. Sumkalar qo'lida bo'lgan. Shu paytida qiz nimadir bo'lganda, keyin yiqilib tushgan. Nimaga? Yo'lakka yiqilgan. Yiqilgandan keyin o'z-o'zidan keyin qizda og'zidan oq ko'pik kelish boshlaganda, ko'zlar tepaga bitishni boshlagan. Bola qo'rqib ketgan. Qizni dast ko'targan, ichkariga olib kirgan, divanga yotqizganda, keyin og'zidagi oq ko'piklarni artib, keyin o'zini og'zi orqali nafas berishga harakat qilgan. Chunki qiz ko'z tepaga bitib ketyapti va nafas olishdan to'xtayapti. Shu vaqtida bola og'zi bilan uniga nafas berishga harakat qilgan. Sun'iy bir nima qilib nafas berib qutqarib qolaman, nima bo'lsa ham degan nimada mazmunda harakat qilgan. Shu paytida pastga tushib ketgan ona sut bilan birga xonadonga kirgan. Kirgan paytida haligi ahvolni ko'rganda, go'yoki bu qizimni nomusiga tegmoqchi deb o'ylab, kelib bolani urishni boshlagan. Do'pposlab ketgan. Keyin shu paytida haligi qiz nima qilgan? E'tibordan chetda qolgan. Va yigit keyin onasi yigitni urishni boshlagan. Keyin tushuntirgan onaga shunaqa deganda, keyin ona aytganki, "Yo'q, sen meni qizimni nomusiga tegmoqchi bo'lding." deb turib bolani urishni boshlaganda, bolani bo'g'ishni boshlagan. Tomog'idan olib bo'g'ishni boshlagan. Bo'g'a boshlaganda, keyin bola uni qo'lini o'zidan olib tashlash maqsadida onani itarib yuborgan. Itarib yuborganda onani boshi devorga borib tekkan. Devorga borib tekkanda og'zidan, burnidan qon kela boshlagan. Va o'sha joyda o'zida ona iniki olamdan o'tgan. Ichkari xonaga kirib qarasaki, qiz ham olamdan o'tgan.
Bola endi 20 yoshli bola, qo'rqib ketgan, bunaqa holatni ko'rmagan. Sumkani olganda shu bilan keyin Andijonga qarab ketib borgan. Ketib borgandan keyin jinoyat endi nima bo'lgan, ochilgan, kim ichida turadi, boshqa bo'lgan, nimasi uchastkovoylar bu haqda xabar bergan, bu bola qidiruvga berilgan, olib kelinganda va sud jarayonida advokat ham ishtirok etgan, lekin ikkita odamni qasddan o'ldirganlik bo'yicha o'sha eski tahrirdagi jinoyat kodeksi bo'yicha bunga o'lim jazosi tayinlangan. Keyin advokat sifatida e'tibor bergan narsam nima bo'ldi? Birinchi navbatda qizni og'zidan nima uchun oq ko'pik keldi? Nima uchun ko'zi kattalashdi? Nima uchun u xirillab nafas olishda boshladi? Nima uchun unga havo yetishmadi? Buni sababi nima? Birinchi. Ikkinchi, onada nima uchun boshi devorga qattiq tekkan paytida og'zi burnidan qon keldida, u ham 2-3 minutda olamdan o'tdi. Voqeani holatni yana batafsil sudlanuvchining o'zi bilan muloqotda bo'lib aniqlashtirgandan so'ng, men inki ona bilan bola doimiy ro'yxatda turgan va doimiy poliklinika, oilaviy poliklinikada ro'yxatda turgan joyiga bordim va advokatlik so'rovnomasi bilan murojaat etdim. Marhuma qiz hayotlik paytida qanday kasallik bilan ro'yxatga olingan va qancha vaqt ichida muolaja olib turgan, o'sha diagnoz, tashxis bo'yicha va onasi qanday kasallik bilan ro'yxatga olingan va qanday tashxis qo'yilgan va bu bo'yicha qanday muolaja olgan. Ona bolaga oilaviy poliklinika menga javob berdi. Qizda epilepsiya kasalligi bo'lgan. Qizga o'ta hayajonlanish va yiqilish, qattiq joyga yiqilib tushish, kim bilandir urishish, janjallashish mumkin bo'lmagan. Chunki o'sha vaqtida epilepsiya kasalligi qo'zg'alib, qizda haligi aytgan holatlar bo'lib, o'lim holatiga olib kelishi mumkin ekan. Oqibat. Ona yuqori qon bosimi bilan yurgan. Yuqori qon bosimi. Yuqori qon bosimi bilan yurgan vaqtida ana undan keyin qanday holatda, misol uchun yuqori qon bosimida yurgan vaqtida qanday holatda hayotiga va sog'lig'iga zarar yetishi mumkin degan savollarimga ular ayrimlariga javob berishdi. Yuqori qon bosimi bilan turgan, lekin qanday holatda unga masalan qattiq zarba yetkazilsa o'lim holatiga olib kelishi mumkinligini ekspertiza javob beradi dedi. Shundan so'ng Oliy sudda men kassatsiya instansiyasida iltimosnoma kiritdim. Ikkaloviga nisbatan ham sud tibbiy ekspertizasi tayinlash bo'yicha. Qaysi epilepsiya kasalligi tutgan vaqtida bemorga qancha muddat ichida birinchi tibbiy yordam ko'rsatilishi kerak? Savol. Agarda qancha muddat ichida birinchi tibbiy yordam ko'rsatilmasa, u hayoti uchun xavfli bo'ladimi yoki sog'lig'i uchunmi? Onaga ham xuddi shunday. Yuqori qon bosimi bilan shu nimaga qattiq jismga urilganda, og'zi burnidan qon kelgan holatida unga birinchi tibbiy yordam qancha vaqtda ko'rsatilishi kerak? Agar o'z vaqtida yordam ko'rsatilmasa, uni oqibati uni sog'lig'iga zarar yetadimi yoki hayotigami? Savollar qo'yildi. Qo'yilgandan keyin bu savollarga sud tibbiy ekspertizasi javob berdi. Qizga uzog'i bilan 8 daqiqa ichida birinchi tibbiy yordam ko'rsatilishi kerak ekan. Agar birinchi tibbiy yordam ko'rsatilmasa, u o'lim holatiga olib kelar ekan. Ikkinchi onanikida ham xuddi shunday. Uzog'i bilan 10 daqiqa ichida tibbiy yordam ko'rsatilishi kerak. Birinchi tibbiy yordam agar ko'rsatilmasa, u ham o'lim holatiga olib kelar ekan. Mana shu holatda meni birinchi qilgan ishim, haligacha eslayman shu holatda mana yigit o'lim jazosi bekor bo'ldi. Haqiqatdan endi odam o'ldirish holati bo'lgan, lekin bu qasddan emas, ehtiyotsizlik oqibatida. Keyin ularga yordam bermagan o'z vaqtida degan nima ham ayblovim chiqarib tashladi, chunki u ketgunga qadar u yerdan voqea joyidan uzog'i bilan yarim soat vaqt o'tgan. Chunki ularga o'sha muddatda yordam berilmaganda, berishning imkoni ham bo'lmagan. Qizga yordam berayotgan vaqtida ona xalaqit berdi. Onani bilan janjallashayotgan paytda qiz olamdan o'tib bo'ldi. Ona ham o'sha vaqtda o'zida olamdan o'tib bo'lgandan keyin bola ketishga majbur bo'lgan, qo'rqqanidan. Sud tibbiy ekspertizasi ularni qancha vaqt oralig'ida olamdan o'tganligini ham nima qilib berdi, isbotlab, asoslab berdi. Shuning uchun bola o'lim jazosidan ozod bo'lgan. Men haligacha o'zim ham eslasam naqlaman, shu insonni hayot izdan chiqib ketmadi. Shuning uchun jinoyat qonunchiligida aytiladiki, ma'lum bir noqonuniy xatti-harakat sodir etilar ekan, shu noqonuniy xatti-harakat bilan uni oqibati o'rtasida sababiy bog'lanish bo'lishi kerak. Nimadir bo'lishi kerak, sababiy bog'lanish. Endi bu yerda bu bolani onani ham, qizni ham o'ldirishga sabab bo'lmagan. Hech qanaqangi masalan o'ldirish maqsadi ham bo'lmagan. Lekin vaziyat holatdan shu narsa kelib chiqqan. Bu yigit agar adashmasam 3 yildami, 3,5 yilda munosib huquqatlari boshqa uchun nimaga bo'ldi? Koloniya poseleniya bo'ldi, manzil koloniyasi bo'ldi. Uzoq muddat o'tirmadi, chiqib keldi. Endi mana oradan shuncha vaqt o'tib ketdi.
Hayoti yaxshi, meni bilishimcha.